Assalamu alaykum küçük dostlar. Anıtı Televiziyası Ballar kanalına hoş geldinler. Körüvatkanınlar bilim bulukun programımız. Ben sizlerinin umaq riyasetçi dostumlar Mubina Ömer. Bilim buluqı programımızda qandaq qısqarlıq məzmunlar sizlerini kitib turvatqandı ha? Əmsə biz bu qıtımlıq programa qanlaşqan umaq adaşlar bilen tanışıp çıqaylı. Assalamu alaykum küçük dostlar, men ismim Ayşe. Assalamu alaykum Abdurrahman. Assalamu alaykum küçük dostlar, men ismim Saniha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Men ismim İmam Muhammed Abdülmük. Assalamu alaykum. Men Nazira. Biz yuqorida bu haftalık programga qatnashgan umaq adaşlar bilen tanışıp çıqdık. Ular bizga qandaq sovg'atlarni ilib kelgandi? Amsa jahon enikimizga marhamat. Assalamu alaykum küçük dostlar, men ismim Ayşe. Men sizlarga bugun Tanrı taqqa su al degan she'rni o'qib beraman. Tanrı taqqa su al, büyük heyvet Tanrı tağ, tümür çoqqa bishingmu, o'qishib aqqan deryalar, sening shodlik ishingmu, sansızlığan daraxt, saqal bulut qishingmu, bağdın kümüşmüz, sening sadab tishingmu, qo'yningdagi ne'matlar bizga bergan ishingmu, milyon milyardın yıllarga ulaşqandu yishingmu. Assalamu alaykum umaq dostlar. Hozir men sizlarga Sadir Palvon qo'shiqini o'qib beray. Sadir Palvon qo'shiqi: Talkining tig'i deydi, mening asli makonimdir. Nima qilsang qiljang Jiangju sening so'rar zamoningdir. Talkining tig'i deydi, mardilik yağar chiroyidin. Meni ko'rma ölüm tük sen çapınımның yamaqıdın. Talkining tig'i deydi, bishi kokni quchoqlaydi. Sen Jiangju bek xar ko'rma, mening el yurtim ulug'laydi. Assalamu alaykum Abdurrahman. Men sizlarga Uyg'ur Nasliman degan she'rni o'qib bermoqchi. Qara qoshli qara ko'z Uyg'ur Nasliman, orzuyumdur qanotim qurg'ayin asliman. Yomonlarning jazosi muzdek basliman, yaxshilarning yo'lligi qutlug' vasliman. Assalamu alaykum umaq dostlar. Hozir men sizlarga xosiyatli buloq degan hikoyani o'qib beray. Xosiyatli buloq bor ekan, yo'q ekan, och ekan, to'q ekan. Ana shu zamonlarda Oqbosh tog'ning bag'rida ajoyib g'aroyib qizqarliq ish bo'ladi ekan. Bu tog'ning itkida chochlari oqargan, bellari mukchaygan, 100 yoshdan oshgan bir jup emgakchan buvay mo'may yashaydi ekan. Buvayning ismi Salay, mo'mayning ismi Saida ekan. Ular o'zlarining ikki bilikiga to'yinib halol emgaki bilan yashaydi ekan. Bir-birini intayin qadrlashidi ekan. Biroq bir bolasi bo'lmag'achqa ko'ngillari yerim ekan. Ular boshlaridagi oppoq sochlariga, yuzlaridagi qo'niqlariga qarab taqdirini adolatsizligidan norozi bo'lib o'lmay yashashni yashag'inicha yashirib turishining xiyolini surdigan. Kunlarining birida tushda buvay eshik oldidagi kava barang'i ostida uxlab tush ko'ribdi. Tushida bir ajoyib qush ko'ribdi. Qush buvayning beshida aylanib tushibdi. Buvay bo'lsa qushqa havaslanib
Həvəslənib quşunun keynidən mıngıpdı. Mağa havası intayın sap çıraqlıq bir çimenlikə berib qapdı. Qarğudək bolsa töt ətrafı yip-yeşil büyük baraqsan közlərini qamaşdırğudək. Rengarenk güller içilgan, süzük sular şıldırlap turgan, hər xil quşlar sayrab turgan, canavarlar erkin səkrəb yugurgan ikən. Bunu görgən boy pah, nima degan güzel çimənzirə bu, cennet degan bunundan artıq bolmaz deb oylapdı. Amaqnıslar ayğını əhdə qubərək. Assalamualaikum sevgili dostlar. Ben ismim Saniha. Ben sizlerge muz bilen soğukluğun topi degan çörekni o'qib beray. Burnusida soğuk yaman muz qavat ekan. Kunlardan birida soğuk bir o'g'lini muzning qiziga o'ylashni maqsad qilib, ayolni elib muzning uyiga dasturxon tashlashga buyuribdi. Soğuk ayoli bilan assalomu alaykum deb muzning uyiga kirib kelibdi. Salom sahatdan keyin so'g'uq o'g'il o'ylashni, navra bo'lishni orzu qilib, oz bo'lsa-mu bu dasturxonni raslo keldik. Az ko'rmay qabul qilib alarlar, qizlarni bizga qo'shib yo'lga solarlar debdi. Muz özünün soğukqa o'xshashmi shunda yaxshi quduqqa erishgani uchun nihoyatda xushal bo'ldi. Az kun o'tmay to'y qilinibdi. To'yga chudun, bo'ron, qor, shivirg'on qatorliq yurt mo'tabarlari qadam tashlab qisibdi. To'yga osh tortilganda takabbur shivirg'onga az tortilib qolgan sababli qani zodila ochmabdi. Buni ko'rib g'azabga kelgan gudum muldurning quloqiga shishilib shivirg'onni haqavurligidan tadalabdi. Muldur shivirg'a tanbih bergangan shivirg'on muldur bag'izada men o'zlariga gap qilganim yo'q. Sizlar mening ishimga aralashmasalar, so'g'uq degan bu payxisni menga qilgan haqoratini ko'rmamlar deb quvaysobdi. Gapdan gap tishlab shivirg'on bilan muldur yo'q siqib tiqabdi. So'g'uq yurt mo'tabarlari bu nima qiliq deb o'tirg'a tushgan ekan. Tasoddifiy uning ko'ziga bir musht tegib ketibdi. Shuning bilan keskin murtishlik boshlanib ketibdi. Muz shivirg'on bilan aka-uka bo'lg'achqa shivirg'onga mulishib oraga tushibdi. So'g'uq son jihatdan üstünlükte turg'achqa muz bilan shivirg'onni urib aylantiribdi. To'y hozig'a aylanibdi. Qiya boshlanibdi. Muzning tuqqanlari bilan so'g'uqning tuqqanlari ikki taraf bo'lib rosa so'qishibdi. Oxir ular o'z qozining oldiga surishib beribdi. Qozi ularni chiroyli ayirib qo'yibdi. Ular o'z uylariga ravon bo'ldi. Shuningdan ta hozirgacha so'g'uqning o'g'li bo'ytaq, muzning qizi qeri qiz bo'lib o'ltiribdi qopdi. Anglashlarga qaraganda shundan keyin ular doim uchrashib tursa-mu, bir-biriga gap qopqini ochmaydigan bo'lganmish. Sizlarga Pasha bilan Bo'g'in degan cho'chakni o'qib beray. Burnusida adaletlik padişahının soruğunda Bo'g'in bilan Pasha o'zaro qudulashmoqchi bo'lishibdi. Bir kuni to'yliq ishni kirishmoqchi bo'lib, Bo'g'in Pashani uyga beribdi. Bir paranlardan keyin Bo'g'in gapga kirib to'g'riliq so'z ichib qiziga
qanchalik to'yliq bersam rozi bo'lsiz deb so'rabdi Pasha. Pasha ming deb javob beribdi. Bundan hayron bo'lgan bo'g'on bo'lmaydi. Bunda to'yni zoti qilmayman deb xodonchigacha ketib qapti. Shundan keyin Pasha ming deb degandan yanmaydigan. Bo'g'ima bong qildigan. Bu boshini hangladishi, bo'g'inin bo'ng'otilishi mana shunida qolgan ekan. Ularga yana xo'roz bilan Go'har degan cho'chakni o'qib beray. Kunlarning birida bir xo'roz tanlash uchun qundoqdan tushibdi va kunlik supurdiklarinda tortilishga boshlabdi. U xili uzoq tortilibmi, yegidek narsa topolmabdi. Qo'rsiqqa ichib tit bo'lgan xo'rozga tuyuqsiz to'pa orasidan nihoyatda qimmatli bir go'har uchrabdi. Ey Zid deb afsus bilan chillabdi xo'roz. Buni o'rniga bir dona guruch chiqsa mayli edi. Men uchun yuzlagan go'hardan bir dona guruch bir afzaldir debdi. Assalomu alaykum, mening ismim Muniba Sabir. Men sizlarga Anasning vazifasi degan ekanni o'qib beraman. Quyosh parqirab chiqqan, havo intayin go'zal va hamma xushal bir kun edi. Payg'ambarimiz Anasga bir vazifa topshirdi. Chunki Anas kichik bir sahoba edi. Sahoba degan payg'ambarimizning do'sti deganlik bo'ladi. Anas nima degan baxtli edi, ha? Qani mangan amsa, dedi payg'ambarimiz Anasga va uning bir yerga birishi kerakligini aytdi. Ammo Anas hozir faqat o'yin o'ynashni o'ylaydi. Biror yerga birishni hech xohlamaydi. Mening borg'im yo'q, dedi Anas. Payg'ambarimizni uningga ochiqi kelganmidi amsa? Yo'q, qat'iy ochiqi kelmadi. Chunki payg'ambarimiz kichik bolalarga faqat ochiqlanmaydi. Anas birdan o'ylanib olgandan keyin payg'ambarimiz buyurgan ishni cho'qim qilishim kerak, dedi va darhol yo'lga chiqdi. Anas ketayotgach yo'l bo'yida o'ynayotgan bolalarni ko'rdi va to'xtab ularning o'yinini ko'rishga boshladi. Vah, bu o'yin nimanda tezi? Mana endi Anas bularga qo'shilib o'yin o'ynashga boshladi. O'ynadi. Birdandan keyin mazalik purab turgan go'zal bir qo'lning Anasni tutganligini his qilib qoldi. Anas kayniga burilib qargan edi. Kimni ko'rdi bilamsizlar? Bu payg'ambarimiz edi. Abla, Anas vazifasini butunlay unutib qolgan edi. Payg'ambarimiz uningga qarab kulimsirdi va "Hey, Anas Botur, men degan yerga bordingmi?" dedi. Mana, hozir kelaman, dedi Anas va yugurgunicha yo'lga chiqdi. Anas bu qitim yo'lda hech bir yerda to'xtamadi. Endi men sizlarga beshi osmonda yuradi degan lafni o'qib beraman. Bir kuni ikki lafchi uchrashib qoldi. Rahmatlik dadamning bo'yi nihoyatda egiz ediki, beshi osmonda yuradi, debdi bir lafchi. Shu chog'da dadamizning beshiga bir narsa tegib turgan bo'lmaymidi, deb so'rabdi ikkinchi lafchi. Heliqi lafchi cho'qim bulutni ko'zda tutib oldi deb o'ylab, shundoq tegib turadigan desa, ikkinchi lafchi shu tegib turgan narsa rahmatlik dadamning chopinining peshi edi degudek. Endi men sizlarga ajoyib dadalar degan lafni o'qib beraman. Ikki bola dadasini maqtablab aytishib o'qibdi. Ulardan biri shundoq debdi: "Bilamsan, mening dadam katta injener. Olib teg'ini mening dadam yasagan. U degan qanchalik kichikdi?" debdi yana bir bola. "Mening dadam katta mergan, o'lik dengizni dadam etib o'tiradigan." Endi men sizlarga unda davlatni bilmaydiganman degan lafni o'qib beraman.
Bir lapçı atrofidagilarga qarab maqtanishga boshlabdi. Men degan dunyodagi har qaysi davlatlarga borib sayohat qilsam, qilib kelgan. Mayli Angliya, Rossiya bo'lsin yoki Afrika, Yevropa bo'lsin, hammasini aylanib kelgan. Dam shu chog'da so'rindiklaridan biri undan so'rabdi. Gapingizdan qaraganda jo'grafiyani xeli obdan bildikansiz, ha? Maqtanayotgan lapchi debdi. Rostimni aytsam, men jo'grafiya degan davlatni toza obdan bilmaydiganman. Biroq yenidan o'tib ketgan. Endi men sizlarga kimning ajdodi aqlliq degan lafzni o'qib beraman. Ikki bola o'zaro maqtashib qoldi. Bizning uyning atrofini ko'rganidan nurg'un simlar chiqdi. Bu mening ota-bobomning bundan 2-3 ming yil burun simli telefon ishlatganligini isbotlaydi, debdi ulardan biri ko'ranglab. Bizning uyning atrofini ko'rganidan hech narsa chiqmadi, debdi yana bir bola. Bu mening ota-bobomning 2-3 ming yil burun simsiz telefon ishlatganligini isbotlaydi. Endi men sizlarga kimning mevasi cho'ng degan lafzni o'qib beraman. Qodir Samatning beg'ini arab ketib mundaq debdi. Sizlarning beg'inglardagi bu mevalarni meva degili bo'lamdi. Bizning bog'dagi o'riklar voleyboldek, shabdullar basketboldek yo'g'a meva beradi. U gap bilan bo'lib ketib, bog'ning bir tarafiga davolab qo'yilgan qo'g'onga dasturlab yiqilib tushgani tasda qoldi. Shu hamon Samat unga qarab debdi. Avaylab meninglar, hoy, bizni o'zimni dast oldinglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Men ismim Imom Muhammad Abdumalik. Men sizlarga bugun bir qiz degan kitobni davomli o'qib bermoqchi. Qizim uyda yolg'iz edi. Sarg'uch o't cho'plarini shamollar yengil yelpib o'tgan kunlarning birida Laning tuyuqsiz ichir surib to'xtamas ota-onaga sho'x umoq qizning birdan jimirib ketganligini qarab qo'ygan tutqini bilmaydigan qoldi. Bu yaqin atrofda tabib doktor yo'q, qandoq qilamiz dedi qovul o'z go'shini o'zi yig'dak titib bo'lib. Necha yil ining suhbatmu mushundaq chiqib hashsiz yotganda odam tog'dan odamga yo keltirib qaynatib ichirib saqaygan tog'dan topqili bo'lsa ichirib boqsaqmi bo'ladi. Bu gapimni burunroq qilmabdan. Qora laylisi bor yerda u narsa tepilmay qoladimi? Yur tizdan tirbarda unsa tepilmay qoladimi? Yur tizdan tirib ishlayli. Men uyda qilib Lolaga qaray, bo'lmasa nimdan ansiraysan? Biz odatda qoptalgan
Düşende göz qarab qaladı. İki adamdan tutquli bildi. Billa birib köprək tirib külgəndi. Birdimu kelmək boqçarab. Bir əməd ular qalbiga gülxan yaptı. Ularning shu topki qiyalda adamning üstünlərini tepib qoyatdı. İçirsizlər dar aksiya bolan shoh qizlaridan tikka turib ketadi. Qiz ikkida turib ketsa ularning jini yashardi. Putqulga qaytirib manga ketadi. Ular muturib qapti. Qandek bihar manganda kiyib payini kötken yigin pes qarachiqlarni muz dalsa küçüp qalib ularning oldida namoyon bo'ldi. Abati yurib birlamda amdi qilsalar bishiribdi qoldi. Bishinda turib qildi. Bilgan so'rilib yotgan bir qoyatdi, dedi qovul Leyliga burilib. Assalomu alaykum chuchuk do'stlar. Mening ismim Hadija. Men she'r o'qibray. Apa qarang. Ay tushibdi kulchakka, bo'lgan deymi ay amroq. Bovam etqa qanqancha chuchak. Kaka işleyeler ve verir aslında tektopyata hem diye dağıda boptu ay şuna düştü külçekke dep toza bir yan koçkan koçak gül terbi gül koçak Güller hoş purak, men gülge amrak. Koçkım koçak, gül terbi koçak, men gülge amrak. Men gülge amrak. Bana der yak. Bu sözüm çak. Sözüm bilen. Bibilili pilber. Sen kimge amrak? Assalomu alaykum do'stlar. Mening ismim Mubina. Men bugun sizlarga Gul yezamg'a kuz keldi degan she'rni o'qib beraman. Gul yezamg'a kuz keldi. Güliston yezamg'a xosiyatli kuz keldi. Etiz dala bag'ravan ta'tillardan to'n kiydi. Guruch qo'noq mayliqdan sig'may qoldi xamonig'a. Oq paxtalar bulutdek taqashdi ko'k osmonda. Turlik mevidi sharbat aqdu. Qo'g'in tavuz shuncha mol ta'min tilni yoridi. Chorva mollar bek semiz yayloqlarda o'tlaydi. Dehqon tog'am shodlanib kayfimiz xush chog' deydi. Assalomu alaykum. Men Nazira. Men sizlarga erkakmi urg'ochmi degan hikoyani o'qib bermoqchi. Erkakmi urg'ochmi? Burun burnida, tiriq tulumda, yetim bulungda ekan. Mana shu kunlarning birida bir shaharda bir baliqchi yashagan ekan. Uning bolalari ko'p hal o'qituvchi nachar ekan.
Yığılıb qaqşab balıqçılıq qılıb yürüyen günlərinin birində turğa nəhayət yoğan rengi bekmu çiraylıq bir balıq düşübdü. Bunu görген balıqçı balıqni padişahqa tartuq qılıb onun bədəliga padişahdan jaqraq pul ilish təmsi bilan ulcini götürüb şahның ordusuga apırıbdı və balıqni padişahның nazarida ötküzübdü. Balıq şahqa yarab balıqçıga 1000 tillarni berishni xazinəçiyə buyurubdu. Şahның bu əmrini onun içi tar bir vəziri maqul görməy Şahim debdi xuşamət bilan. Şahim debdi xuşamət bilan. Bir balıqqa 1000 tillardan in'am qilvatsizlar, az kunda xazina qurg'udilib qalmamdu. Xazina qurg'udilib qalsa bizning holimiz nima bo'lar? Men berdim debdi Şah. Sening için ağırgan bolsa qo'lingdan kelsa qaytarib olgin. Xo'p Şahim, balıqning pulini qaytarilish mendan balıqchini qaytarib kelish siladin bo'lsin. Vazirning ditini sinab ko'rmoqchi bo'lgan Şah yenidiki yasovularidan birini buyurib balıqchini urudi ishkidan yandırıp kiribdi. Rangi o'ngan balıqchini o'z oldida ko'rgan vazir padişahqa xushomat qilib egilib ta'zim qilgandan keyin balıqchiga qarab Şahimiz sening ilib kelgan balıqni bekla yaxshi ko'rib qoldi. Balıqning erkak yoki urg'ochi ekanligini bilib beqish uchun seni chaqirtqizgandim. Qani aytib baqqana balıqning qaysi jinsga kirdi debdi. Vazirning o'zini so'zdi yengildirib balıqim erkak desa urg'ochini tepib kel, urg'ochi desa erkakni tepib kel, andin 1000 tillarni ilib ket deb unuga berilgan 1000 tilla in'amni qaytarilish qasdida bo'layotganligini sezgan balıqchi tamkin turib, taqsir bu balıq erkakmi urg'ochimi emas, shuning uchun uning o'zi yolg'izla turg'a tushgan deb javob beribdi. Chechenlik bilan vazirning eg'zini tuvaqlab qo'ygan balıqchining so'ziga ko'ngli suyungan Şah balıqchiga yana 1000 tilla in'am berib yo'lga sapdi. Assalomu alaykum. Ana til o'smirlar kanalimizga xush keldingiz.